Amerika tambojnisi Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonunining ijro qilinishiga aloqador statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Amerika tambojnisi 14 mart e'lon qilgan sonliq ma'lumotda 2021 yilning oxirida yo'lga qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuniga asosan jami 3237 turlik import qilingan malni to'sib qolgan. Tekshirib aniqlangandan keyin buning ichidan 1090 turlik malning tambojdan kirishiga ruxsat qilingan. 424 turlik malning tambojdan kirishi rad qilingan. Navbatda 1723 turlik mal tekshirib dalillashni saqlamoqda ekan. Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga asosan Amerika tambojna va chegara qo'g'dash organlari ishlab chiqarish shirkatlari va import qiluvchi shirkatlaridan Sharq Turkistondan import qilingan mahsulotlarning majburiy emgakka chetiladigan yoki chetilmaydiganligi haqida aniq va qoyil qilarlik isbot bilan ta'minlanishini talab qiladi. Agar isbotlanmagan taqdirda uning Amerikaga kirishi cheklanadi. Yaqında ijtimoiy uchur vositalarida bir qancha parcha sin tarqalgan bo'lib, Sindi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish siyosatining bir qismi sifatida Uyg'ur xalqining kariz madaniyatini yo'qotishga urinayotganligi oshkorlangan. Sinda navbatda Sharq Turkistonda mavjud bo'lgan karizlarning real ahvoli tindirilib yo'qolib ketish oldida turgan karizlar tonishtirilgan bo'lib, nurg'unlagan karizlarning Xitoy hukumatining kariz atrofiga qurilish qilinishi, kariz quduqlarini axlat bilan tindirib etishi, kariz atrofida yer ichish qatorliq vositalar bilan karizni yo'qotishga boshlaganligi ko'rsatilgan. Karizlar asosan Turpan va Qumul rayoniga tarqalgan bo'lib, uzun yil karizchilik tadqiqoti bilan shug'ullangan mutaxassislarning aytishicha, Uyg'urlar buningdan 2500 yil burun Taklimakan bo'ylari va Turpan o'ymonligini asos qilgan turaqlashgan karizlarni qurib chiqqan. O'z vaqtida karizlarning umumiy uzunligini qo'shib hisoblaganda 5000 kilometrdan eshib ketadiganligi bildirilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi karizlar kam deganda 2500 yillik tarixi ekan. Yaqindan buyon TikTokning Xitoy hukumatiga yaqinlashishi va dunyoning har qaysi joylaridagi abonentlarning sonliq ma'lumotlarini saqlashdan andish kuchaydi. Amerika va Yevropa ittifoqidan keyin Angliya ham TikTokni chekladi. Angliya hukumati Xitoy manbalik ijtimoiy aloqa supasi TikTokni ommaviy telefon va boshqa elektronlik uskunlarda ishlatishni cheklagan edi. Angliya kabinет ishxonasi ministri Oliver Dowden Avom palatasida TikTokni ommaviy telefon va boshqa elektronlik uskunlarda ishlatishning cheklanganligini e'lon qildi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi tunugun kechdan bugun atdigangacha Orol atrofida Xitoyga tava 26 harbiy aeroplan va 4 urush paraxotining bayqalganligini xabar qildi. Ministerlikning bayonotida 26 aeroplandan 15ning Tayvan bo'g'ozidagi havo va dengiz denizdan o'tib Tayvan havo tavalligi deb e'lon qilingan rayonlarda ushqanligi bayon qilingan. Orol atrofida bayqalgan 26 aeroplan va 4 paraxotning elektronlik iz qo'llash uskunasi, charlash aeroplani, paraxot va yer yuzi boshqariladigan bomba sistemasi tarafidan iz qo'llanganligi bildirildi. İsrailiya sobiq davlat mudofaa ministri Benny Gantz hukumatning talash tortishidagi adliya islohotiga qarshi mamlakat miqyosida kunsiri kuchayayotgan namoyish to'g'risida "Men Isroiliyada ichki urushning yuz berishidan ansirayman" dedi. Benyamin Netanyahu hukumatining butun Angliya organlarining huquqini cheklaydigan adliya islohotiga qarshi tashkillangan ommaviy namoyish davomlashayotganligi 10 haftadan oshdi. Xalqaro jinoiy ishlar sudi Ukrainada sodir qilingan jinoyatlarni tekshirishning bir qismi sifatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiyaning bolalar huquqi komissari Maliya Aleksandrovna Lyubova Belonovani urush jinoyati bilan qo'lga olish buyrug'i chiqarganligi e'lon qilindi.